Mumkinmi? Bu yerdan nima qilib yuribsiz? Ozgina mazam yo'q edi. Shunga kelgandim. Yaxshi o'tiring. Yana uchrashuvga ketyapsizmi? Ha. Yana Hasanning o'rnigami? Yo'q. O'zim o'rnimga. Ha, yaxshi. Menga nima? Bo'ldi. Aslida hech qanaqa uchrashuv yo'q edi. Soppa sog'man. Bu gullarni esa sizga olib kelgandim. Shu gaplarni ertaroq aytish kerak edi. Endi ancha uxlaysiz. Sizni birinchi ko'rganimdayoq sizning bu lablaringiz, qoshlaringiz, ko'zlaringiz meni o'ziga rom aylagan. Sizni yoqtirib qoldim. Sizni ham qalbingizda oz bo'lsa-da menga nisbatan iliqlik bormi? Husan uyg'on. Husan turdi olman senga ko'zingni och, Husan. Ko'zingizni oching. Nima bo'ldi? Tomingiz ketdi. Mana, doktor xizmati bilan o'tgan safar yozgan jarimangizni to'lab qo'ying. Yaxshi yigit. Guljon Ahmad.